Assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo xolasa uzum ham taqqilyapmiz mana. Shu joydamiz, bu tomondan kelinyapti. Shu uzum mana shu ahvol mana. Qachondir ko'rilgan. Shunaqa. Uzum ham qachon qilgan ma'qul deyshadi. Men o'zimda tajribamdan kelib chiqib uzum ham taxta, shu uzum moshdaycha bo'lib qoladi. Ana shu holatda qilsangiz menimcha yaxshi bo'ladi, chunki ko'pchilik gulida ham qilish kerak dedi. Gulida gul to'kilib ketib qoladi. Mana shu holat menimcha yaxshiroq hozir. Meni yaxshi ko'rinmayapti ham majalla. Qiziqtiradigan savollar bo'lsa, kommentariyada yozaverasizlar qadrdonlar. Qo'ldan kelgancha javobini o'zim bilmasam ham javobini topib sizlarga javob berishga harakat qilaman. E'tiborga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bitta like bosib qo'yish esdan chiqmasin.